deydi, rosayam yegisi kelsa, o'ziga o'zi nasihat qiladi. Hali bolalarim katta bo'lsin, ayniqsa kattasi o'g'il. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda degan ham shu ota bo'ladi. Katta bo'lmadikmi? Ha? Nima deysiz? Otaga, onaga eng og'ir holat nima desa, bolasini non deb yig'lashlik ekandir. Shu bola non deb yig'lamasin. Buni qo'shnilarning oldida yelkasi qisilib qolmasin, ko'ngli o'ksib qolmasin deb boshiga nima ish kelsa qiladi bechora. Nima ish kelsa qiladi. Uyatmaydi bolasi uchun. Biz bola bo'lib turibchi. Ha? Biz bola bo'lib turibchi. Ota kim desa, o'zi kiymay kiydirgan zotan otadir. Maktabga, bog'chaga qilib bergan ustuvoshlarini hech o'ylaganmisiz? Bozorma bozor, do'konma-do'kon, sayyora aylantirib yurib qilib bergan-a. Qilib berganda ham rangini rangiga, chokini chokiga qilib bergan-a. Ayniqsa kiyintirib bo'lib, boladan kuyov bolaga o'xshab qoldi degan ham shu ota bo'ladi. Shu otamiz katta bo'ldi-yu, biz katta bo'ldik-yu, yilda bir marotaba boshiga ustuvos qilib berganmizmi? Bir qator boshiga ustuvos ekan, bitta paypan ham olib berganimiz yo'q, qishda sovug'imizda emas. Ota kim desa, bolasini shu o'qimishli qilaman, hunarmand qilaman, nonini butun qilaman deb dinini dinda, so'mini so'mda, yo'l kiralarini berib, abid pullarini berib, yotoq pullarini to'la, kontraktlarini to'la. O'zini bo'lsa o'ylamagan ham shu ota bo'ladi. Ota-ona gaplashar ekan, ayasi, ha, bolasini o'qitayotgan otani cho'ntagida pul turmas ekan desa, ona bechorani qarang, o'rtada bechora murosa qildiruvchida dadasi, hali bolangiz o'qimishli bo'lsin, hunarmand bo'lsin, noni butun bo'lib, jarab qizdoqib, hali o'rnini to'ldirib qo'yadi degan ham shu ota-ona bo'ladi. To'ldirdingmikin? Ha? Hech bo'lmasa shu oyligimizni olganimizda otamizga nimani ko'rsatdik? Men aytaman, yaxshi ham otani pensiyasi bor. Pensiyasiga yeydi, pensiyasiga kiyadi, pensiyasiga o'ylab ketaveradi. O'qimishli bo'lib, hunarmand bo'lib, nonimiz butun bo'lib, nimani ko'rsatdik? Nima? Kim rohatini ko'ryapti? O'qigan bizu, ha? O'qigan biz, peshana teri qilib topgan bizu. İslamiymiz ham otani ham. Otani islamiymiz ham. Ota kim desa, 1000 so'm, 2000 so'm qilib, kafanini qilib, neydi, angishoniydi, so'niydi qilib, yug'uchini bo'lib, qabristonni bo'lib, o'lim digin deb, durraga tugib, toqshaga qo'yib, ayoliga ayasi kafanligi o'lim digin to'liq bo'ldi desa, ertamasmi? Shuncha bolalaringiz turib, o'lgandan keyingi narsani ham o'ylaysizmi deganda, ayasi, jinni emasman, ko'rmasman. Bolamni topayotganini ham, qilayotganini ham ko'ryapman, bilyapman. Yilda bir marotaba boshiga ustuvos bermagan bu bolalar, hatto qishda sovug'ida bitta paypan olib bermagan bu bolalar, ertaga o'laydigan bo'lsam, shu kafanim ham sansala bo'lib, akam qilsin, ukam qilsin, uyda qolgan qilsin, topayotgan qilsin, uydan men cho'pan olib chiqib ketmaganman deb, uni qo'shnini oldida o'ligim sarg'aymasin deb qilib qo'ydim. Deganda ona ham qo'shilishib yig'lagan ham shu ona bo'ladi. Darhaqiqat bir o'ylab ko'ringchi. O'qimishli bo'lishimiz shu otamiz, hunarmand, nonimiz butun bo'lishi otamiz, kafanini qilib berganmizmi? Hech bo'lmasa. Kafan. Vijdonan o'ylab ko'ring. Bola bo'lib oxirgi libosini qilib bermabmiz. Bola bo'lib qabrda kiyib yotadigan libosini qilib bermabmiz. Bola bo'lib Xudoning huzuriga boradigan libosini qilib bermabmiz. Shuni so'rovmidikin hali yig'layotganda bola deb domlaning oldiga kirib